yo aytgan yoshdamanmi? Ruhim aytgan yosh bo'lishi mumkinmi? Ko'pchilik aytishga jur'at etgan yosh yoki odamlarni baxtsiz qiladigan yoshmi? Men ayollar aytgan yoshdamanmi? Ayollar men bo'lishni orzu qilgan yosh, hech kimga ahamiyat bermaydigan yosh yoki hech kim loyiq bo'lmagan yoshmi? Yoshingiz nexyada muhim, sizda bor pul nima muhim? Haqiqiy yoshingiz siz uchun nima muhim? Faqat yomonlik qilish uchun yashamaguningizcha. Hayotingizni faqat boylik to'plash uchun o'tkazmang, qozi yoki ko'p narsangizdan xursand bo'ling. O'lganimizda biz keyingi hayotga hech narsa olib ketmaymiz. Hatto shaxsiy guvohnomamiz ham mahlatga ketadi yoki boshqa birovda qoladi. Haqiqiy yosh haqiqatda yashash quvonchidadir. O'zini aktrisa deb ko'rsatmasdan sevishda, hakam bo'lmasdan kechirish qobiliyatida, doim yosh va baxtli yashash donoligida. Hayotingizni faqat boylik to'plash uchun o'tkazmang, oz yoki ko'p narsangizdan xursand bo'ling. O'lganimizda biz keyingi hayotga hech narsa olib ketmaymiz. Hatto shaxsiy guvohnomamiz ham mahlatga ketadi yoki boshqa birovda qoladi. Biz o'zimiz o'ylagan yoshdamiz, ancha yil yashaganimizdan qat'iy nazar. Ogohlantirishsiz necha kun o'tsa ham, ammo biz har kuni nishonlashimiz mumkin bo'lgan baxt. Hayotinizni faqat boylik to'plash uchun o'tkazmang, oz yoki ko'p narsangizdan